Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abdusattor akani mumkinmi? Ha, Siz bo'lasizmi? menman. Ha. Bugungi tavallud ayyom, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ay daqiqalarda siz bilan qadrligim uchun tilagim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Mahliyoxon bo'laman. Boisi sizni juda ham yaxshi ko'radigan, juda yaxshi ko'radigan bir mehribon insoningizni tabriknoma, dilnomalar aynan bizning tomon yo'naltirilgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz, mehriboningiz siz haqingizda bizga tabriknoma yo'llagan bo'lishlari mumkin. Bilmadim endi kimligini. Kimdan ko'proq kutasiz otajon? Aynan tabriknomani. Qizlarim bor. 3 ta qizim bor. O'g'lim bor. Xo'p. Demak, sizga tabriknoma yo'llagan mehribonlaringizni ayni daqiqalarda o'qib eshitiraman. Nabiralaringiz Muhammad Rizo, Muhammadullo, Mavlonbek, Diyorbek, Robiyaxon, Ominaxon, Muhammadali, Abdullohlar nomidan. Halayolingiz Shakarxon opajonimiz nomlaridan sizga barcha yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, qalbga yaqin aziz qadrdonlaringiz nomidan sizga tabriknoma yo'llashmoqda. Barcha farzandlaringiz birgalikda. Shoiraxon, Shodiyaxon, Saodatxon, Alloh bergan suyanchi o'g'lingiz Abdujabbor nomlaridan ushbu tabriknomani qabul qilgaysiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Farzandlaringizni ushbu tabriknomalarni kutganmidingiz? Ha? Farzandlaringizni sizga yo'llangan tabriknomalarni kutganmidingiz? Yo'q, to'g'risi. Juda ham erta tongdan baxtli otalar qatoriga yana ham bir karra o'tdingiz. Bois farzandlardan tabriknoma olish quvonarli hol albatta. To'g'rimi otajon? Ha, yaxshi. Keling, ijozat bersangiz farzandlaringizning shirin tilaklarini yetkazib qo'ysam, maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi. Demak, diqqat qilasiz. Assalomu alaykum. Biz uchun hammadan ham qadrli bo'lgan insonimiz, mehribonimiz, jonkuyarimiz, suyangan tog'imiz, ishongan bog'imiz, mehribonimiz otajonim. Bugun sizni Allohim o'ziga banda, Habibiga ummat deb aytgan kun shukrona kuningiz bilan, 55 bahoringiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborak etamiz. Dadajon, eng avvalo Allohdan so'rar nolamiz. Mehribon Allohimiz rahmini yeb sizni hamisha umringizni uzoq, tani joningiz sog' bo'lishligini, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yurishligingizni Allohdan so'raymiz. Dadajon, baxtimizga sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Onam bilan birgalikda takror va takror har bir farzandingiz bilan alohida Baytullohni tavob qilishlik baxtiga Alloh musharraf etsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, dada. Ilohim, dunyo turguncha turing. Sizni barcha farzandlaringiz juda yaxshi ko'ramiz va e'tiborga olamiz inshaalloh bundan buyog'iga ham.